Yabala ustam geldi. Oturun. Çalak. Açak. Yaşma ustam. O'tiringlar. Ustam. Nima? Gaping va'da qiladi-ku. Ha? Qara. Ustam, mushu yaqinda yog'i to'rda bir qism qizlar bek ochiq kiydigan bo'lib ketib boramdi. Qanda, mushuni qanda qilsak bo'lar? Nima? Qanda qilsak bo'lar? Bola, men senga deb qo'yay. Qo'li yo'qlang ishlarga aralashma. Nima qo'y desang, ishingni qilmay to'g'riga chiqib, oliy janoblikning tukidan pinjak tikib kiyilib, sen shuni deb qo'yay. Bir qism bizdek odam siyohiga kirib olgan niyati bofi bo'lib ketgan erkaklar oson talmirdiqma bu kunga. Ha? Lekin ustam unda degan og'zingni jum. Men senga deb qo'yay. Burungi davrda quloqdan quloqqa, darizdan ish tuvigacha marab, ming tasdiqda ma'naviy oziqlikqa erishdik. Yaqingi davrga kelganda, u yer bu yerlardan topgan jurnal rasmlarimi bizni quvvatlab turgan. Eng qisqasi, bizning kichik vaqtimizda bir tal dayni tepib olsak, mana kamolatga yetgan bo'lardik. Lekin mana bugun biz hech qancha kuchimayla burun shuncha jafo tortib saqlab ko'rdigan ishlarni ochiq-oshkora ko'ralaydigan bo'ldik. Bu nima degan zo'r baxit. Keyin ularni KTVga kirib ash qizlarni bu yoqqa beqirtib, mana kira deb yuralaydiganlar qarab, ajoyib havasimiz tutib ketadi. Mana tayyoga beqirapirdiganlar chiqib olsa. Sana nima qo'ydi bunda ishlar qarlashib, ha? Voho, isel. Karomatning dadsiz alomati. Lekin ustam ularmi to'y qila, bolalar xo'p qila. Ey, voy. Seni cho'kiyanning golliyansmasan, ha? Ey, boshqurish doirang yomon kangmo nima sening? Har qancha avvalik suara bo'lib ketsangmi, birinchi bo'lib o'zingni boshqa. Otandek qalonga jam berib o'qa o'xshamamsan, ha? Ey, qo'llaringni tugatdingmi? Men bayon nima dedim sana? Hey, mushu jamiyatimizda sendek yo'qlang ishlarga ardishdigan odamlar bo'lg'ashqa, bizning ko'rdigan bekorlik oziq-tuligimiz ozib ketib bordi. Senmi bir o'zing oladigandek so'zlab ketsenga. Men sana shuni dey. Bunda ishlarni ko'rganda eng yaxshi ish xo'p belgisini pingununchuga yezib, denzan deganni o'ligidek bisib, qarshi tarafga har vaqt madad berib, ilhom berib turib, ularning so'zini cho'qib, ularning zo'ping chiqarish, asar chiqarishini cho'qim har vaqt qo'llab turishimiz lozim. Shunda qilgandilar, boshqa erkaklar 50 ming, 100 ming to'lab, 1000 tasdiqni to'y qilib ko'rgan narsani biz bir tin to'lamay yerimini bosib ko'rib olaymiz emasmi? Mana bu sap payda. Voho! Alomatning opsi salomat. Lekin ustam mushularning psixikasini tushunmadim juma mushu. Nimishga yerim yalang'och bo'lish shuncha omroqdi bular. Voy ded. Shunimi bilmamsa, ha? Tep yalang'och bo'vas qonun xilop. Ustam, demak biz ularni qo'llab berishimiz kerak, shundami? To'g'ri. Endi kallang yechildi. Qarab baqin. Ularmi asarni osonda chiqaramda, ha? Urug' tuqqanlarni lohiy qilib etib, odam yo'q yerlarni tanlab, inchik ballarini chiqarib, yo o'zining beli sung'icha, yo bizning belimiz sung'icha to'lg'inib, mandaq bir o'ynaydigan bo'lsa, denzan qilmay tura olamsa, yampishini ustalning ustiga ap qo'yib, mol bozoridagi katman quyruq qo'ylarni bir chetga qorib qo'ygidek likanshpasa, denzan qilmay tura olamsa, boshda ochadiganni ichib qo'yib, ondan qo'li bilan to'sib olgan qiyofatda sana mushu asarning markaziy ideyasining qanchalik cho'nqur ekanligini ko'rsatib berib olsa, denzan qilmay tura olamsa, biz uchun uzluksiz quvvat ato qilib kelayotgan zamonimizning faxrlik bobiylariga cho'qim so'l qo'limizni denzan kunukisining ustiga qo'yib turib, hurmat bildirishimiz kerak. Ustam, denzanni nimishga o'ng qo'l qilmaymiz? Bo'ldi, o'zing tushunib ol. Ustam, pingununchuga endi bundan keyin vilayda mo'chingman deb yozmamdiq. Galli ishlamay qoldi qamak. Bundan keyin uni emas, har qanday qarshi fikr bildirdigan pingunlarni yozmaysizlar. Yozsanglar, ayla, meyla, chin ayda tayxov kalla degandek mundaq chiroyli pingunlarni muhabbatinglardan yoshirin holda yezib qo'ysizlar. Darsni tushunlar.